Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi Ramazon oyining so'nggi 29-kuni Qadr tuni bo'lgan bo'luvi mumkin. Ikkini kun shafaqsiz chiqib qo'yadir. Qaraymiz. Kadimgi shafaq yo'q, o'zi otib qo'yadir. Maşallah. Kunning o'zi ko'rinib turgan toptaniq. Top ko'tarilgan qarayk hozir. Barchamiz Alloh taolo kelesi yilgi Ramazonga omon-eson yetishimizni nasib etsin. Kun chiqib qo'yadir. Shafaq ko'rinib aylanib. Әдемі шықты күн. Assalomu alaykum va rahmatulloh.